Agar 3 kun suvsiz qolsangiz, nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Tanada suv tugasa, miya avval bo'shashadi, so'ngra yurak kuch bilan ishlab boshlaydi, ya'ni yurakka nagruzka beriladi. Statistikaga qaraganda, inson tanasining 70% suvdan iborat, miyaning 75%, yurakning 73%, buyrak va mushaklarning 80% suvdan iborat. Hatto suyaklaringizda ham suv bor, 31%. Biz har kuni nafas olish, hojatga borish, terlash orqali 2,5 litrdan suv yo'qotamiz. Lekin ko'pchilik faqat 1 litr yoki undan ham kamroq suv ichadi. Bu esa organizm uchun signal. Inson organizmiga suv yetishmasa qanday holatlar kelib chiqadi, ularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, bosh og'rig'i, quruq teri, energiya tushishi. Xo'p, unda inson qancha miqdorda suv ichishi kerak? Masalan, erkaklar uchun 3 litr, ayollar uchun 2,2 litr, sportchilar va ko'p harakat qiladiganlar uchun 3 litr va undan ko'proq suv ichish tavsiya qilinadi. Xo'p, unda biz qaysi suvni ichishimiz kerak degan savolda ko'rib chiqamiz. Birinchisi, qaynatilgan suv, mikrobsiz, ammo minerallar kamaygan suv. Kran suvi ko'p joyda bu zararli moddalar bilan to'lgan bo'ladi va maslahatim u suvni ichish kerak emas. Eng yaxshi tanlov filtrlangan va sinovdan o'tgan mineral suvlar. Bilganimizdek, har bir insonning suv ehtiyoji turlicha. Masalan, bolalarga yoshiga qarab 1 litrgacha, homilador va emizikli ayollarga 2,5-3 litrgacha suv ichish tavsiya qilinadi. Bu videoni gazli ichimlikka ruju qo'ygan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.